Assalomu alaykum hurmatli talabalar, tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz determinantni hisoblashning uchburchak usuli. Demak, bizga ma'lumki, determinantni o'zini hisoblashning demak 3 ta usuli mavjud. Shu usullardan biri demak uchburchak usuli ekan. Uchburchak usulidan oldin biz determinant haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Determinant bu berilgan sonli jadval elementlar asosida maxsus qoida bo'yicha hisoblanadigan son bo'lib, demak jadvalning tartibiga qarab determinantni hisoblash usuli aniqlanadi. Biz ixtiyoriy har qanday sonni birinchi tartibli determinant deb tasvirlashimiz mumkin. Biz odatda determinantni det a yoki bo'lmasa modul ostida a ko'rinishida belgilashimiz mumkin. Determinantning ko'plab turlari mavjud. Demak, ikkinchi tartibli, uchinchi tartibli, to'rtinchi tartibli va hokazo n'inchi tartibli determinant turlari mavjud. Endi uchinchi tartibli determinantni e'tibor qaratsak. Demak, quyidagi ifodaga bizga demak uchinchi tartibli determinant deyilar ekan. E'tibor bersak, uchinchi tartibli determinantda 3 ta satrdan hamda 3 ta ustundan iborat bo'ladi. Demak, biz endi buni uchburchak usulida hisoblashni ko'raylik. Demak, determinantni hisoblashning uchburchak usuli qanday ishlanar ekan? Determinantlarni hisoblashning uchburchak usulida determinantdagi asosiy diagonalni o'tkazib olib, asosiy diagonalga asosini parallel qilib ikkita uchburchak hosil qilamiz. Hamda xuddi shunday yordamchi diagonal orqali ham asosini yordamchi diagonalga parallel qilib ikkita uchburchak hosil qilamiz. Biz oxirida esa asosiy diagonal bo'yicha hosil qilingan elementlar ko'paytmasining yig'indisidan yordamchi diagonal bo'yicha hosil qilingan elementlar ko'paytmasining ayirmasini topib, shu orqali determinantimizni qiymatini topamiz. Endi shuni misol yordamida ko'rsak. Berilgan determinantni demak uchburchak usuli yordamida hisoblaylik. Bizga mana a determinantimiz berilgan. Yuqoridagidek 3 ta satrdan hamda 3 ta ustundan iborat bor. Endi bizda mana determinant a'ni topyapmiz. Yuqorida aytganimizdek uchburchak usulida demak birinchisida mana alohida rang bilan berilgan. O'zi aslida bu uchburchak usulini chizmasi ikkalasi ham bitta determinantda chizilishi kerak, lekin tushunish uchun osonroq, yaxshiroq ko'rinishi uchun men ikkita alohida determinantda chizib ko'rsatdim. Demak, birinchisidagi ko'k ranglilar hammasi bu asosiy diagonal bo'yicha hosil qilinganlar, ikkinchi qizil ranglilari esa yordamchi diagonal bo'yicha hosil qilinganlari. Demak, biz aytdik, asosiy diagonalda turgan elementlarni hammasini ko'paytirib yozamiz. Xuddi shunday ikkita uchburchakdagini ham xuddi shunday yozib olamiz. Demak, birinchi diagonalda ko'paytirilgan elementlarimiz 1, 2, 1, ko'paytmasi 2, mana birinchi sonimiz. Keyingi uchburchagimizdagi 0, 1, 1, ko'paytmasi 0, ikkinchi sonimiz. 3, 3, 2 bo'lsa, bu mana bu 3-18imiz. Endi yordamchi diagonal bo'yicha sonlarimizni ham, elementlarimizni ham ko'paytirib olib yozib olamiz. Demak, yordamchi diagonalimizdagi elementlarimiz 1, 2, 3, ko'paytmasi 6. Keyin uchburchakdagisi 1, 3, 1, 3 yozib olamiz uni ham. Endi xuddi shunday 0, 2, 1 buni ham yozib oldik. Mana endi biz asosiydan yordamchi diagonaldagilarni ayirib tashladik va determinantimizni qiymati kelib chiqdi. 11 ekan. Bu demak uchburchak usuli bo'lar ekan. Demak, hurmatli tinglovchilar, talabalar, bugungi darsimiz shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat.